Tursun eli yazmasi. Mollilar yetishtirgan izbasarlar. Mollilar tarixdan taki bugungacha Uyg'ur jamiyatiga ta'sir qilib kelgan. Uyg'urlarni ilmiy ripet yoliqa emas, din banasi bilan Uyg'urlarni erib qulchilik, jahilat va xurofotlikqa boshlaydigan, Uyg'urlarga mislsiz ziyonlarni silib kelgan. Silibatgan taki hozirgacha to'xtatmagan, as-sandiki bilimsiz, aqlsiz, dod insonlardan iborat ular yetishtirgan bu yosh izbasarmu Uyg'urlarga zo'r ziyonlarni salidigandek turibdi. Bu yosh yigitning ravon jarangliq ovozi va video ishlash texnikasi nadan aq. Ko'ngil Uyg'urlarni qaymoqtiralaydigan ajoyib xata, radikal iddiyalarni ras qilib ko'rsatlaydigan, to'g'rini xatoga chiqaralaydigan, dodlikni aqlliqqa, aqlliq to'g'ri tefakkur qiladiganlarni dod xata tefakkur qiladigan devitibdi. Amaliyotda bu yosh yigit o'zining nima deyotganligini o'zimi bilmagachga, o'zining ajoyib xata gaplarni qilayotganligini o'zimi bilmaydigan. Yigit siz beten millatni yaxshi ko'radigan ot yurak Uyg'ur bo'lg'achqa, men sizning xatoligingiz ko'rsatib beray. Yigit siz dinni qo'qitash bizning insoni, bizdini burchimiz, degandek gaplarni qilibsiz. Mollilaringiz o'rgatgan bu gapingiz xato. Chunki inson betini yana ziminni, urug' tuqqan, malmuluki qatorliq yana ko'rgili bo'ladigan, tutqili bo'ladigan narsalarni qo'qitiyalaydi. Din bir e'tiqod bo'lib kishilarning mingisida bo'ladigan ideya, xiyollar shunga inson uni qo'qitolmaydi. Shunga alla bulgechga dinni o'zining qo'qitaydiganligi to'g'risida Qur'onda degan, shunga siz gapni o'ylab qiling. Bu gapingizdan boshqa tefakkuringizdan biz erib elchini alla qilib bo'ldik. Endi biz alla bo'lishimiz kerak degandek titiqsiz menilar chiqib qapti. Deyman siz dinni qo'qitayman deganingiz men alla bo'laman degandek menilarni buldurdi, lekin sizda undaq maqsad yo'q. Sizning mollilaringiz islom dinni qilcha to'g'ri tushunmagachki, siz ularning izbasarimu dinni to'g'ri tushunmayapsiz, anglang. Din degan paket alla terapidan nazil qilingan Qur'onni ko'rsatadi. Qur'ondan boshqa har qanday shayr yozuvchilar yozgan kitoblar, odamlar to'qigan rivoyat, cho'chaklar yana hadislar din hisoblanmaydi. Agar payg'ambar yozib qoldirib qo'ygan har qanday kitob bo'lgan taqdirdamu din hisoblanmagan bo'ladi. Masalan, biz Qur'on hadis emas. Hadismu Qur'on emas. Desak bu bir haqiqat, buni hech kim inkor qilolmaydi. Demak Qur'on bilan hadis o'rtasida qilcha munosabat yo'q. Shunga hadisni din deb qarashimiz, hadis orqali din tushuntirishdan numush qilishimiz kerak. Yigit agar biz har qanday haqiqatni yoki Qur'onni rivoyat cho'chaklar orqali tushuntiradiganmiz, u haqiqatmu rivoyat cho'chakka aylanib ketib tushungili bo'lmaydi. Yana bir misol, Alloh payg'ambar emas. Payg'ambarmu Alloh emas. Bumu bir haqiqat hech kim inkor qilolmaydi. Demak Alloh bilan payg'ambar o'rtasida hech qanday o'xshashlik yo'q. Demak biz Allohning deganini din deydiganmiz. Holda payg'ambarning yen insonning deganini din deganimiz butunlay xato. Yigit siz yana bizning milliy kimlik, dinni kimlik degan gaplarni qilibsiz, lekin siz bu gapning nima ma'noni bildiradiganligini bilmaydiganligingiz chiqib turibdi. Men deb beray anglang. Kimlik degan xaslik deganlik yana milliy kimlik deganimiz paket shu bir millat bilan bo'ldiga boshqa millatda bo'lmaydigan xaslikni alaydilikni ko'rsatadi. Masalan, Uyg'urning kimligi bo'lsa Uyg'ur tili, o'ziga xos madaniyati yana kiyimi naqsha, muzika chalxulari, on ikki muqom deganlar, bularni Uyg'urdan boshqa har qanday millat sozlamaydi, kiymaydi, aytmaydi, chalmaydi. Epsus sizning molla ustozlaringiz o'zining yana Uyg'urning kimligini haramga chiqaradi. Agar birsi sizga dunyodagi eng pes, rezil, dod insonlar o'zining kimligini haramga chiqaradi desa siz qanday qaraysiz? Din bo'lsa bir millatning kimligi hisoblanmaydi, u bir millat gilam xas emas. Nurkun millatlar o'xshash dinga ishonadi. Yigit sizning xatolashmaydigan inson yo'q deganingiz to'g'ri. Yana sizning odamlarning xatoligini dinga artib qo'yishga bo'lmaydi deganingiz to'g'ri. Yana ko'p to'g'ri gaplarni qilgansiz albatta, lekin sizdagi xatolik intayin zo'r va ejallikkan. Yana sizning umid arzularingiz, xayollaringiz bilan sizning tefakkuringiz, so'zlaringiz zid ekan. Sizning umid arzularingiz bo'lsa vatan millatingizning xor bo'lishini, millatingizning bayashat xotirjam, Allohga yaraydigan yaxshi bendilardan bo'lishini umid qiladigansiz, lekin sizning tefakkuringiz, so'zlaringiz orqali Uyg'urlarni erib bo'lishga
Erib ve eriblening sepsete rivoyat chocheklaringa iman etishga, uni din deb bo'lishga, devet qilib erib qulchilik iddiasini tashviq qiladigansiz. Sizning bu tepakkurlaringiz qilgan sozlaringiz dinga yana Qur'onga butkul zid, egar Qur'onga zid bo'lmay Qur'ondagi teliplerga mas kelgan bo'lsa, sizning diginingizdek qilgan insonlar butkul insonlar heves qilgudek, soyungidek insonlarga aylangan bo'ladi. Epsus Afg'onistondagi musulmonlar del siz degandek uylikhandek qilib yashavatidi. Ularning ahvoli qandaq bo'lemsiz? Siz uyg'urlarning muashulerdek bo'lishini umid qilamsiz. Yigit, men sizning umid arzu xayollaringizning amalga oshadigan tepakkur besoz qilishni deb beray. Siz ashu jarangliq ovozingiz va video ishlash texnikingizdan foydalanib uyg'urlaringizga mundaq deng. Din bo'lsa, yana dinni e'tiqod bo'lsa, u hergizmu davlatning ishi emas. Millatning mu ishi emas, jamiyatning mu ishi emas. U har bir shaxsining shaxsiy ishi. Shunga biz kechgacha din sozlab kirishishimizning o'rni yo'q. Shunga din va dinni ibodatlar, namoz, duolar vatan, millatni qutuldurolmaydi. Allohmu yordam qilmaydi. Vatan millatni faqat ilm-fan va pul qutulduralaydi. Chunki hozirgi dunyoda ilm-fan va pul dunyodagi 99% masalalarni hal qilalaydi. Pul bo'lganda barliq umid arzularni amalga oshirib bo'ladi. Shunga biz uyg'urlar butkul kuchimiz bilan ilm-fan o'rganib pul tikishimiz kerak. Barliq uyg'urlar farzandlarini ilm-fan o'rganib pul tikishga rag'batlantirishi, ilhom berishi kerak, ballarini yaxshi o'qitishi kerak. Pende ballariga pulning muhimligini, faqat ilm-fan o'rganganda yana yaxshi o'qishanda jiq pul topqili bo'ladiganligini tushundirishi kerak va boshqalarga ham yordam bergili bo'ladiganligini, nurkun savoblik ishlarni qilgili bo'ladiganligini tushundirishi kerak deng. Bu gaplarni qilib bo'lgandan keyin yana mundaq deng: ey soyimlik uyg'urlarim, agar sizlar mening bu gapimni anglasanglar, estaydin muomala qilsanglar, yana necha on yillardan keyin har qaysi davlatlarda shu davlat xalqi itrof qiladigan uyg'ur olimlar, uyg'ur milliarderlar, uyg'ur siyosiy diplomatlar chiqadi. Shu vaqtda barliq uyg'urlarning umid arzularining amalga ishida zo'r umid tushiladi deng. Yana mollilarning adam aldaydigan ikki sozini sepsetsini bichit qilibiting biri bo'lsa, yana mundaq deng: mollilar bo'lsa dayim eribga qul bo'lishi hali mexanlarni din doshmenlari deydi. Bu gapning o'zi bir sepseti hech qandaq inson Allohga doshmenlik qilolmaydi, undaq salahtimi bo'lmaydi. Din bo'lsa Allohning shu har qandaq adamning dinga doshmen bo'lish salahti yo'q deng. Yana bir molla sepsetsi bo'lsa, eriblarning quli bo'lmanglar deganlarni dindan chiqarmoqchi deb sepseti satidi. Amaliyotda din bo'lsa chegirisi bar zamin yoki uy emas, bir adamni chiqirvitadigan din Allohning bo'lg'achqa Alloh hidoyat qilganni hech kim to'solmaydi deng. Yana adam ilm-fan o'rgansa aqli ashidu, aqlliq adamli dinni o'zi izlab topidi. Sepsete rivoyat chochaklarni emas, haqiqiy to'g'ri dinni, yana Qur'onni topidi deng. Yana aqlliq uyg'ur farzandlari hergizmu aldirab ota-onalari ishengan islom dinidan voz kechmaydi deng. Yigit, mana mavu soz va tepakkurlar sizdek vatan millatni yaxshi ko'radigan ut yurak yosh uyg'urning ashu umid arzularingizni amalga oshiradigan to'g'ri tepakkur besozli. Bu sozli sizning jarangliq uyg'ur tilingiz bilan ifodalanganda tixmu qimmatini topidi. Yigit, Alloh sizning umid arzularingizni amalga oshirqay.